Qanaqa siz red flaglaringiz bor qizlarga nisbatan? Red flag? Faqat pul unga kerak. Bir oyda necha pul topasiz? 10 million bo'ladi, где-то plus minus. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Men SMS specialistman. Toshkentda komfortni yashash uchun necha pul topish kerak deb o'ylaysiz bir oyda? No, 15 million kamida bo'lmaydi-da. 15 million yetadimi shunda komfortni yaxshi yashashga? Agar xotin bu bo'lmasa bo'ladi. Agar siz arendada, ijarada tursangiz-chi? Ну, где-то, наверное, $300 ketadi arendaga, наверное. Просто men bilmayman-da, у меня своя квартира, я поэтому. Qanaqa siz red flaglaringiz bor qizlarga nisbatan? Red flag? Faqat pul unga kerak. Pul bo'lsa xalqida nimadir bo'ladi yaltida. Demak, pulingiz bo'lmasa, siz bilan u yashamaydi, siz bilan отношения qurmaydi, hech narsa qilmaydi, to'g'rimi? Ha, 100%. Hozir boshqasi qizlarda, уже ketyapti. No, agar menda xotin bor, xotin voshcha boshqasi qiz. Понятkalar bilan-da.